Endilikda ko'chmas mulk va transport vositalari oldi-sotdi shartnomalari bo'yicha hisob-kitoblar yangicha tartibda, ya'ni escrow tizimi bo'yicha amalga oshirilyapti. Aytish joizki, mamlakatimizda huquqiy moliyaviy intizomni mustahkamlash jarayonini yanada shaffof qilishga qaratilgan escrow tizimi fuqarolar uchun ishonchli va qulay muhit yaratishdagi muhim islohot. Bu tartibni joriy etishni nazarda tutuvchi nizom loyihasi ham ishlab chiqildi. Unga ko'ra, notariuslar ko'chmas mulk va ayrim toifadagi transport vositalari oldi-sotdi shartnomalari bo'yicha hisob-kitoblarni shaffof va xavfsiz amalga oshirish uchun escrow hisob varaqdagi mablag'ni real vaqtda tekshirish huquqiga ega bo'ldi. Bunda notariuslar va banklar o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri raqamli hamkorlik orqali ko'chmas mulk obyektlari ishlab chiqarilganiga 10 yildan oshmagan belgilangan toifadagi transport vositalari hamda maxsus avtotransport vositalari bo'yicha hisob-kitoblar elektron ma'lumot almashinuvi asosida amalga oshiriladi. Amaldagi tartibga ko'ra, ko'chmas mulk bo'yicha komissiya bazaviy hisoblash miqdorining 50% dan oshmagan holda 206 ming so'mgacha, avtotransport vositalari oldi-sottisida esa 25% dan, ya'ni 103 ming so'mgacha belgilandi. Bunda agar xaridor va sotuvchiga bitta bankda xizmat ko'rsatiladigan bo'lsa, komissiya faqat bir marta olinadi. Agar ular turli banklarda bo'lsa, har bir bank komissiyaning yarmidan oshmagan qismini oladi. Bitim amalga oshmasa yoki bekor qilinsa, escrow hisob varaqidagi mablag' xaridorga qaytariladi. Bugungi kunda notarial amaliyotlarda ham mazkur tizim bo'yicha shartnomalar tuzilmoqda. Bu jarayonda escrowning qanday afzallik jihatlari bor? Escrow xaridorning puli to'g'ridan-to'g'ri sotuvchining qo'liga berilmaydi. Bu holatda bankka qo'yiladi. Bankda to shartnoma shartlar bajarilgunga qadar bankda muzlatib qo'yiladi. Ya'niki bu holatda buni oqibatida firibgarlik holatlari kamayadi. Bundan tashqari fuqarolarda pulni berdim yoki pulni oldim, mulkni olmadim yoki shuni aksi kabi holatlarni bartaraf qiladi ushbu tizim. Bundan tashqari xaridor va sotuvchi manfaatlarini bir vaqtda himoya qiladi. Xaridor pulni xavfsizligiga ishonch hosil qiladi, ya'ni bankda turganlik holatiga ishonch hosil qiladi. Sotuvchi esa haqiqatdan ham mazkur summani mavjudligini, majburiyat shartlarini bajarib bergandan so'ng bu summani haqiqatdan olinishi, kafolatlanishiga ishonch hosil qiladi. Bu holatda bu escrow tizimi ikki tomonni ham himoya qiluvchi mexanizm sifatida ishlaydi. Shartnoma shartlari bajarilgandan keyingina, ya'ni notarialniy tasdiqlangan oldi-sotdi shartnomasidan bir nusxa olib bankka taqdim etgan holatda, ya'ni bankdan qo'yilgan pul mablag'larini to'laligicha olishi mumkin. Darhaqiqat, notarial harakatlarda escrow tizimining ahamiyati katta. Jumladan, fuqarolik shartnomalarini tuzish va ijro etishda escrow mexanizmidan faol foydalanish yurtdoshlarimizning mulkiy huquqlarining buzilishi, pul to'lab, keyinchalik mulksiz qolib ketish va boshqa sodir bo'lishi mumkin bo'lgan salbiy xatti-harakatlarning oldini olish imkonini beradi. Qolaversa, bu sudlar tomonidan ko'rilayotgan nizolar sonining kamayishiga olib keladi. Bir so'z bilan aytganda, escrow tizimi ko'chmas mulk oldi-sottisida ishonchli vosita hisoblanadi.